300 va qurilish maslahatlari guruhining obunachilari navbatdagi proyektimiz tayyor bo'ldi. Bu proyektimiz Andijon viloyati Baliqchi tumaniga tayyorlab edik. Uy razmerlari 16 metrga, hop 26,15. Bu tomoni bo'sh joyi 485 qolgan. Bu tomonda hovliga bo'sh joy. Hop, bu proyektimiz to'liq holda tayyorlab berildi. Fundament chizmalari va rasxodlari to'liq holda. Fundamentdan tomagacha barcha qurilish materiallari hisob-kitobi, metal qilinadigan ishlar hammasi kiritib hisob-kitoblarni qilib berildi. Hop, bu loyiha chizmalari, fasad chizmalari ham zamonaviy, chiroyli chiqdi. Xudo xolasa, kimga shunday proyekt kerak bo'lsa yoki avtoturizm kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Inshaalloh buyurtma qilgan uy proyektlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Shu holatda albom chiqarib buyurtmachiga tayyorlab beriladi.